Duolar borasida ham bir qancha so'zni aytadi ulamolar. Duolar uchga bo'linadi deydi. Ba'zi duolar bor tez qabul bo'ladi. Ba'zi duolar bor yillar o'tib qabul bo'ladi. Ba'zi duolar bor qabul bo'lmaydi. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bandasiga o'sha duosi qabul bo'lmaganligi evaziga undan balolarni aritib qo'yganligini aytadi. Bandaga rozimisan deydi, banda rozi bo'ladi. Biz o'zi shoshib boramiz. Masalan, daraxt o'tqizadigan bo'lsak, ekadigan bo'lsak, shu tezroq meva bersin deymiz. Shoshamizda. Duo qiladigan bo'lsak ham tezroq qabul bo'lsin deymiz. Lekin yodimizdan ko'tarmaylik. Musa alayhissalomni qilgan duolari 40 yilda ijobat bo'lgan, 40 yilda. Duolar albatta qabul bo'ladi. Bunga shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo albatta bandani qilgan duosini ijobat qiladi. Lekin banda bunda shosharlikka yo'l qo'ymasligi kerak. Mani duoyim qabul bo'lmayapti deb ana shu kishi o'zini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Qilgan duolarim ijobat bo'ladi. Albatta va albatta men eshitadigan bandalarning holidan xabardor bo'lgan zotga duo qilganman deydi. Va ana shu duolarimiz demak qabul bo'lar ekan.